Avvalambor assalomu alaykum azizlarimiz. Bizning tabriklarim loyihasi orqali kutilmagan qo'ng'iroqlarimiz bilan yaqinlaringizni baxtiyor etishingiz mumkin. Bugun ham shunday kutilmagan qo'ng'iroqlar egasiga baxtli qo'ng'iroq qilishni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bekzodbek akamiz bilan to'g'ri bog'landikmi? Ha, Akajon salomatmisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? rahmat, xudoga shukr. Ayni damda sizni tabriklarim loyihasidan bezovta qilyapmiz. Men loyiha boshlovchisi Madinaxon bo'laman. Hop. Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi akajon? Yo'q. Xo'p, bo'ladi akajonim. Bugun yaratgan Robbimizga banda, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan kuningiz ekan. Rahmat. Salomat bo'ling. Ushbu munosabat bilan yaqinlaringizdan siz uchun chiroyli dil izhorlar va tabriknomalar yetib kelgan. Taxmin qilib ko'ra olasizmi, aynan qaysi bir yaqiningiz siz uchun iliq dil izhorlari va qaynoq tabriknomalar yo'llaganlarini? Singlim bo'lsa kerak. Judayam to'g'ri topdingiz. Ayni damda sizni tabriklab onajoningiz Matlubaxon onamiz nomlaridan, opajoningiz Muhabbatxon opamiz nomlaridan, ukajoningiz Dilshodbek aka nomlaridan, asl ayolingiz Ziyodaxon opa, farzandlaringiz Zarina, Zebo, Muhammadlar nomlaridan va barcha yaqinlaringiz, qarindoshlaringiz, jigarlaringiz, jiyanlaringiz nomlaridan ham sizga o'z dil izhorlarini yo'llab, singlingiz Nazokatxon opamiz bizga murojaat qilganlar va ushbu dil izhorlari va tabriknomalarini sizga chiroyli qilib yetkazib qo'yishimizni iltimos qilganlar. Agar ruxsat bersangiz, o'qib eshitiraman. Tayyormisiz? Tayyorman, rahmat. Xo'p, bo'ladi. Boshladim. Assalomu alaykum akajon. Suyangan tog'im. Sizni tavallud ayyomingiz, shukrona kuningiz, 40 yoshingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Bugun 40 yoshni qarshilar ekansiz. Xayolimdan yoshligimiz, ota hovlida bir-birimiz bilan quvlashib o'ynaganlarimiz, men yiqilsam qo'limdan tutib turgizib, men bilan qo'shilib yig'lagan vaqtlaringiz birma-bir yodimdan o'tmoqda. Biz singillaringizni himoya qilib, bizni hech kimga xafa qildirib qo'ymas edingiz. Bugun nafaqat oilamizning ustuni, balki barchamizning suyangan tog'imizga aylangansiz. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Akajon, Allohim sizni yaxshiliklar bilan sevintirsin. Qalbingiz tubidagi orzu va maqsadlaringizni amalga oshirib, duolaringizning ijobatini ko'rsatsin Allohim. Va har ikki dunyo saodati bilan mukofotlasin. Oilangizdan tinchlik, xotirjamlik, xonadoningizdan qut-baraka, dasturxoningizdan to'kin sochillik arimasin. Oilamizni, farzandlaringizni baxtiga doimo sog' bo'ling. Hech ham xasta bo'lmang. Tez kunlarda Allohim Baytullohlariga chaqirsin, birgalashib Baytullohlarini tavof etib, hoji ota, hoji onalar bo'lib yurishliklarini Allohim nasib aylasin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz akajon. Har doim ham ushbu dil izhorlarini har doim ham o'z tilimiz bilan o'zingizga izhor eta olmasak-da, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sizdek akam borligidan faxrlanaman akajon. Akajon, doimo baxtimizga ko'rasiz. Borsizki xotirjam turibman aka. Ko'nglimga halovat quribman aka. Yonimda yelkadosh jigarim bor deb siz bilan maqtanib yuribman aka. Siz mening tomonda, menchi siz tomon. Ishni deb olisda yurganim yomon. Baxtingiz but bo'lsin, taningiz omon, siz bilan maqtanib yuribman aka. Yig'lasam yig'laysiz, kulasiz kulsam, yonimni olasiz xatolar qilsam. Sizdayin do'stim yo'q dunyoda bilsam. Siz bilan maqtanib yuribman aka. Akajonim, yana bir bor tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. 100 yoshlaringizda ham mana shunday chiroyli dasturxon atrofida to'planib, nishonlashliklarini Allohim nasib aylasin. Sizga dunyodagi barcha ezgu tilaklarni tilayman. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz deya, singlingiz Nazokatxon opamiz o'z tabriklarini yakunlaganlar. Sizning ham yaqinlaringizga, singlingizga, qarindoshlaringizga aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz, dilxorlaringiz bo'lsa, marhamat yo'llab olish imkoniyatingiz bor. Rahmat shunday tilaklar uchun. Meni baxtimga hamma yaqinlarim sog' bo'lsa bo'ldi. Rahmat qimmatiga. Shu gapimga sog' bo'lsin doim. Meni baxtimga sog' bo'lsa bo'ldi. Inshaalloh sizga ham rahmat. Qimmatli vaqtingizni ayamay biz bilan o'tkazgan samimiy suhbatlaringiz uchun alohida rahmat kattakon. Yana bir bora tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring.
Rahmat sizlarga. Kuningiz yaxshi bo'lsin. Sog' va salomat bo'ling.